Xonqa tuman tibbiyot birlashmasida Respublika bolalar onkogematologiyasi va immunologiyasi ilmiy tibbiyot markazidan tashrif buyurgan bir guruh malakali mutaxassislar ishtirokida bolalarda uchraydigan onkologik kasalliklarning oldini olishga bag'ishlangan seminar bo'lib o'tdi. Bu haqida muxbirimiz xabar beradi. Mazkur seminar tibbiyot xodimlarining bilim va malakalarini oshirish, bolalar salomatligini muhofaza qilish borasida olib borilayotgan ishlarni yanada takomillashtirish maqsadida tashkil etildi. Seminar davomida mutaxassislar tomonidan bolalarda onkologik kasalliklarning dastlabki belgilari, ularni erta aniqlash usullari, profilaktika choralari hamda tashxislash va davolashdagi zamonaviy yondashuvlar haqida batafsil ma'lumotlar berildi. Shuningdek, ushbu kasalliklarni oldini olishda ota-onalar va tibbiyot xodimlarining hamkorligi muhim ekanligi alohida ta'kidlandi. Tadbir yakunida ishtirokchilar o'zlarini qiziqtirgan savollarga mutaxassislardan atroflicha javoblar oldilar. Bolalar o'rtasidagi onkogematologik kasalliklarning skriningi oldinlari qog'oz ko'rinishida o'tkazilardi. Tahlil qilishda ancha qiyinchiliklar bo'lardi. Uni tahlil qilib, kasallikni aniqlab, oxiriga borguncha kasallik kech bosqichga o'tib ketish holatlari ham kuzatilish ehtimolligi baland edi. Hozir mana yangi Dimet tizimi bo'yicha elektron platformasi tuzilgan. Kasallikni barvaqt aniqlash, tez tahlil qilish, bemorlarni vaqtida respublika miqyosida davolanishgacha jo'natishga sharoit yaratildi. Ushbu seminar yosh bolalar orasida sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish, og'ir kasalliklarni oldini olish hamda bolalar salomatligini mustahkamlashga xizmat qiladi.